Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana efirda men Muhiddin Zaynoldinov. Xullas, Qozog'istonda Qizilo'rdasidamiz. Qizilo'rdasidan bir 5 kilometr o'tdik. O'zbekiston vaqti bilan 6 dan 42 minut o'tdi. Bir yo'lda choy ichib olaylik deb to'xtadik. Ana sheriklar. Bu bizi toychoq. Ana stayanka. Furalar turibdi, dam olib yotishibdi. Xullas, zavtrak qilamiz o'rtoqlar. O'tir deb boshladik zavtrakdan. Assalomu alaykum hammaga. O'zbek sutini kelyapmiz. Qani O'zimni tandir zakaz qilganman. tandirmi?